advokat orqali surishtirib olsangiz bo'ladi. Koreyadagi advokat. Albatta. Yo, endi bu qarang, har bitta gapga advokat deyapsiz. U advokat mayli, men просто siz bilan как insongarchilik sifatida va jurnalist surishtiruv maqsadida. Bo'ldi, rahmat. Demak, siz umuman undan oldindan tanish emassiz. Rahmat javobingiz uchun. Endi navbatdagi savolimiz sizga ozgina qiziq tuyulishi mumkin, lekin bu butun jamoatchilik fikrida juda ham keng muhokamalarga sabab bo'lyapti va hammaga qiziq bo'lyapti. Siz nima uchun internetda, misol mana o'zingiz sahifalaringizda yig'lab o'zingiz shunaqangi ko'rsatyapsiz? Bundan nima sizni yoki kimdir xafa qildimi bu yoki kimdir sizga tuhmat qildimi, siz bunaqangi yig'layapsiz? Bu narsani biz bilasizmi nima deb tushundik? Jamoatchilik fikrida shunaqangi inson psixologiyasida shunaqangi narsa borki, o'zini jabrdiylik ko'rsatish, bechora ko'rsatish, yig'lasa insonlar bunga rahmi keladi. Biz shunaqa narsa tushunyapmiz. Shu bo'yicha ozgina o'zingiz izoh berib keta olasizmi? Men to'g'risini aytaman. Men o'zi ko'ngilchan odamman. Judayam ko'ngilchanman. Oddiy hayotda ham masalan, yonimda o'tirgan odam ham bitta gap gapirsa, sras ko'zimga yosh keladi. Chunki men har kuni o'lik ko'raman-da, ko'nglim nozik, sras yosh keladi. Bu meni tabiatimdan shunaqaman o'zi. Lekin men jamoatchilikning fikrini yig'lab, boshqa qilib, men o'zgartirishni men har doim aytib kelganman. İnsanlar uchun men hech qanaqa ijtimo qilmayman, insonlarga yoqish uchun. Kimgadir yoqish uchun ijtimo qilmayman. Javobingizni qabul qilamiz. Rahmat kattakon. Navbatdagi savolimiz, nima uchun Sherzodni barcha dalillar bilan uydagi kirgan voqealarni ko'rdingiz, hammasini va maytni ahvolini ko'rdingiz internet orqali. Endi o'zingiz ko'rmagansiz, ayol kishi, u bunga qanaqa yo'q. Nima uchun darhol uni politsiyaga borib topshirmadingiz? Ya'ni politsiyaga mana tan jarohatlari qizi, ahvoli mana bosh yorilayotgani, ko'zi ko'karilayotgani va mana u uyda birga yashagan Sherzod. Mana uyga ahvoli kirganini shunaqangi dalillar bilan, nafaqat telefon qilib chaqirish. Qo'lidan ushlab turib, nima uchun olib bormadingiz? Havolingizni tushundingizmi o'zingiz hozir? Men tushundim, siz tushunmadingizmi? To'xtab turing. Hozir savol boshqatdan bering-da, javobi o'zi bilan. Xo'p bo'ladi. Qarang. Nima uchun siz agar shunaqangi insonparvar, xalqqa o'ylaydigan, agarda siz Sherzodni yonini olmaydigan inson bo'lsangiz, nima uchun barcha dalillarni ko'rib, ya'ni Nozimaning tan jarohatlarini butun ijtimoiy tarmoqlarga men ko'raman, bu narsani siz ko'rmasligingiz bo'lishi mumkin emas. O'sha barcha dalillarni, Nozimaning tanasini nazarda tutib aytyapman, marhuma. Bu dalil, bu narsani olib va xonaga kirganingizdagi ahvolni ko'rdingiz, to'g'rimi? Qotillik alomatlari nahotki sezmagan bo'lsangiz. Nima uchun shu narsalarni hammasini videoga olib, to'g'rimi, videoga oldingiz? Politsiyaga borib murojaat qilmadingiz. Ya'ni hozir o'lim holati bo'pti, o'zini o'zi osib qo'yibdi. Mana bu bolani gapiga qaraganda, ya'ni Sherzod bilan siz gaplashganingizda Sherzod aytganki, siz so'ragansiz, zo'r savol bergansiz. Men o'shanda gap yo'q dedim. Urishdinglarmi, nima bo'ldi deganingizda Sherzod aytdiki, ha, ozgina janjallashdik dedi, to'g'rimi? Bilyapsiz, xabaringiz bor, uyda janjal bo'ldi, ko'rinib ham turibdi. Bolani o'zi ham tan olyapti Sherzodni o'zi. Siz ham o'sha hamma narsani olib turib, nima uchun politsiyaga dalillar bilan ko'rsatmadingiz? Qizi tanasi va bu Sherzodni urdi deyotgan videolari bilan, ya'ni to'yis urishdim degan videolari bilan va o'sha xonadagi bardak. Savolim tushuntira oldim deb o'ylayman. Bo'ldi, zakonli savol zo'r aka. Rahmat. Hozir aka, bir minut mana. To'xtab turing, bir minut. Savol yaxshi. Hozir. Javobini qidiryapsizmi? Yo'q, men sizga bittasini ko'rsatmoqchiman. O videoni ko'rdingizmi? Dokumentlarni olib keldik. Mana ID karta, O'zbekiston nima, Koreya prava, O'zbekiston pasport. Melisadan ruxsatni olib, keyin molxonaga boramiz. Hozir molxonaga bordik, bermadi. Melisadan ruxsat olib keldi. Endi kirib ketyapmiz chetga. Keling. Siz o'zi mana videolarimni ko'rib savol turdingizmi o'zi? Ha, ishonavering, bu savolga o'zi bitta izoh berib ko'rsatgan videoyingizga bitta izoh berib o'tib keting. Siz hozir shunaqa savol berdingiz, uzr-u, men sizga boshqatdan savolingizni tushuntirib beraman. Siz aytdingizki menga, nimaga ana Sherzodni uyga bordingiz, urishdim deb aytyapti sizga.
marhumani ijtimoiy tarmoqlarda tanasini ko'rdingiz, onasi tomonidan bo'lsa ham chiqarilgan rasmlar orqali. Ashyoviy dalillar. Nimaga shu ashyoviy dalillarni politsiyaga topshirmadingiz deyapsiz? To'g'rimi? Ha, politsiya o'zi berdi-ku bizga. Nimani berdi sizga? Ha, marhumni ham politsiyadan olamiz biz. Politsiya kelib olib ketadi. Politsiya o'zi o'sha yorib ko'radi, polni tekshirib ko'radi. U bizga o'sha holatda beradi politsiya. Politsiya ochib tekshirib ko'radi. Ekspertiza qiladi. Uni biz qilmaymiz. Yo'q, uni siz qilmaysiz. Uni med ekspertiza bor va sud med ekspertiza bor. Va bular bir-biridan yaxshigina politsiyani ishida o'sha Koreyada mani ishim emasda politsiya o'shani qilib, keyin bizga bergan o'zi u politsiyani ishi emas bu. Tushunarli. Politsiyani ishi emas. Men просто savolimni tushunmadingiz siz. Ko'rdingiz-ku, o'zi borgansiz, politsiyaga borgansiz. Men siz tushundim, siz politsiyaga borgansiz. Men nimaga unga borgani aytishim kerak buni. Bu yerda qarang. Nima uchun bunaqangi savol beryapmiz? Nima uchun jamoatchilik fikri o'zgaryapti? Xonaga kirganingizda, chunki pechatlanmagan, tushunasizmi? Siz endi shezofrenlarga politsiyaga berasiz. Politsiyaga berasiz. Yo'q, politsiyaga bermayman, men siz bilan gaplashyapman-ku. Qarang, siz tushunmayapsiz-da bizani. Odamlarning jamoatchilik fikri sizga qiziq bo'lsa, o'sha narsani aytayapman. Kirgandan keyin politsiya ishi yopilmagan-ku. Hamma o'ylaydiki, politsiya kirmagan. Politsiya kirgan bo'lganda eti pechatlab ketgan bo'ladi. To'g'ri, siz Sherzodning gapiga ishonib qolib, "Ha, bo'ldi, politsiya kirib o'tdi-ku" deb kiryapsiz. Lekin siz 10 yildan beri inson bu narsani kerak edi. Hali savol bergan javobimni yana qaytadan so'rayapsiz. Xato qiladimi deb o'ylayapsiz shekilli. Men o'sha uyning egasidan so'radim, u uyning egasi politsiyadan so'radi. Tushundingizmi? Tushundim. Men uyning egasidan so'rab kirdim. Qarang, uyning egasi aslida erta Nozima edi, dokumentalli, ha? Nozima yo'q endi, ha? O'ldi. Endi u uyning egasi kim? Karis, to'g'rimi? Biz uyga karisdan so'rab kiramiz, to'g'rimi? Yo'q, biz karisdan so'radik. noto'g'ri. Siz undan so'rashingiz kerak emas edi. Ko'p inson men gapirib olay. Biz karisdan borib so'radik, shu uyga kirsak maylimi deb. Karis politsiyadan